Assalomu alaykum. Qo'ylarni ko'ring. Ajoyibmi? Guruhimiz a'zolari Pragadan maxsus. Bizda boshini qo'yinchoqlar, boshini qo'yinchoq qiladiganlar. Bu nima ekan? Marionetka deydi. Qo'g'irchoq. Qo'lda o'ynatiladi. Mayli o'ynatilmasa ham talab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bularni qaranglar boyligini. Mana misol uchun qizingga olib berasan, misol beraman. 720 30 dollar, 300 ming. Yoki bizda bor bo'lsa men bilmay qolgan bo'lsa aytinglar. Mana shunaqalar qilinglar, oladi odamlar nima bo'lmasa ekan, qimmat demanglar. Bitta qilinglar. Ozgina mehnatinglar ketsa ketar. Ham kambag'al emas-ku. Bitta ikkita odamga qimmatli qotgan bo'lsa, ikkita odamga qimmatli qilmaydi. Odamlar navarasiga uy qo'yiryapti, mashina olib beryapti-yu. Nimaga bitta o'yinchoq olib bermaydi deb o'ylaysizlar? Mashinalarni ham qimmatlarni olib berishyapti-ku. Mana shu yerda ham bordir, shu bizning ichida ham bordir shu. Navarasini yaxshi ko'radigan.